2022-yil 4-dekabr, demak 20 mana 7-misolni ko'rib o'tamiz. Xo'p, savolni o'qiymiz. Diagonallar soni tomonlar sonidan 6 marta ko'p bo'lgan ko'pburchakning ichki burchaklar yig'indisini toping degan savol ekan. Endi e'tibor beraylik mana. Diagonallar soni tomonlar sonidan 6 marta ko'p bo'lishi kerak ekan. Xo'p, endi tomoni nechta ekanligini aniqlab olishimiz kerak ichki burchaklar yig'indisini topish uchun. Endi mana formulani bilamiz hammamiz. N ko'paygan n minus 3 taqsim 2 nimaga teng edi? Bu ko'pburchakning diagonallar sonini topish edi. Endi diagonallar soni tomonlar sonidan nechta ko'paygan? 6 ta ko'paygan. Demak, 6 ko'paygan n deb qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shu yerdan endi n ni topib olamiz. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak, n kvadrat minusdan 3 ta n'imiz teng bo'lib qolar ekan 12 ta n ga. N'lar bir tomonga yig'ib olamiz. Demak, n kvadrat minusdan 15 ta n'imiz teng bo'lib qolar ekan 0 ga. Demak, bu yerdan n ni chiqarib ketsak, qolishida n minusdan 15 teng bo'lib qolar 0 ga. Demak, n teng 0 va n teng 15 degan ildizlar chiqadi. Demak, n teng 0 chet ildiz bo'ladi. Buni olmaymiz, chunki 0 ga teng bo'lmaydi ko'pburchak tomon. Demak, n'imiz 15 bo'lgan ekan. Demak, ko'pburchagimiz qanaqa ko'pburchak bo'lgan ekan? 15 burchakli ko'pburchak bo'lgan ekan. Endi topib qo'yamiz mana. 15 burchak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa topardik? N ko'paygan 180 gradus, 180 gradus ko'paygan qolishida n minus 2. Ya'ni ixtiyoriy ko'pburchakning ichki burchaklar yig'indisini topish formulasi. Demak, mana shu formulani qo'yamiz. Bundan kelib chiqadiki, 180 gradus ko'paygan 15 ni mana buga n o'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, 15 dan ayiramiz nechini? 2 ni ayirsak 13 qoladi. 13 bo'ldi. Endi buni ko'paytiradigan bo'lsak, u holda 2340 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana shu 15 burchakli ko'pburchakning ichki burchaklari yig'indisi 2340 gradusga teng bo'lar ekan. Endi javoblarga qaraymiz, S javobga mos kelar ekan mana. Shu bilan mana 27-misolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu savollar sertifikat savollari.